shu joyga bo'ladimi? Ha. Voy, nima bo'ldi o'g'lim? Nimaga yig'layapsan? Amakim meni pul urib uylardan haydab chiqardilar. Nimaga amaking seni uradi? Nima qiladi biz ham bolamizni urishga? Bir ko'rib gapirib qo'ymasangiz bo'lmaydi. To'g'ri aytasan. Gaplashib qo'ymasam bo'lmaydi. Yurchi bu yoqqa. Aka, Ya. Uka tinchlikmi? nimaga meni o'g'lim bitta urib uyingizdan chiqarib yubordingiz? Qattiq urganim yo'q. Telefonimni so'radi. Telefonimni bersam yomon videolar ko'rib turibdi. Tarbiyasi buzilmasin deyman-da. Men sizdan sababini so'ramayapman. Nima uchun o'g'limni bir marta urdingiz deb so'rayapman. 2 marta ursangiz bo'lmaydimi? Dada, Nima deysan? Bu odam kimligini bilasanmi? Bu odam seni amaking bo'ladi. Yoshligimda meni yelkasiga ko'tarib katta qilgan inson. Sanlarni hozir yaxshi yashab yurishingga shu insonning xizmatlari katta. Og'ir mehnat qilib meni o'qitganlaringiz yodimdan ko'tarilmaydi. Hech qachon esingdan chiqarma. Bu hayotda kimni topsang ham jigarlarni qayta topolmaysan. kechirasiz amakim. Yo'q, ishqisi yo'q. Otam farzandlarimizni ham xuddi o'zimizdek tarbiya ko'rishini xohlardilar. Shunga ozgina qo'yib qo'ygandim o'g'lingni. Sizni ham, meni ham farzandlarimizga tarbiya berish ikkalamizni ham burchimiz. Shuning uchun hech qachon xijolat bo'lmang. Tomirlarda oqayotgan qonimiz bir jigarlar, tikan kirsa og'riydi-da, jonimiz bir jigarlar.